Любимки, va nihoyat 300 mingta bo'ldik va sizlarga bu uchun kattakon rahmat. Shuni munosabati bilan yuzimga ozgina o'qot qilib, hayotimdagi yangiliklar bilan bo'lishaman. Hozirgi payt Instagramda kamnamo bo'lib qolganimning sababi muzikalniy taraflama, solo qo'shiqlar va продвижениyaning ustida ko'p ishlayotganligim. Aytgancha birinchi trekim уже tayyor. Hozirda o'z ishim ustalari bilan ishlamoqdaman. Endi o'ylaymanki, qo'shiqlarimda ma'no va saviya ancha kuchli bo'ladi. Chunki endi menda asosiy maqsad trendga chiqish va trendda yurish emas, balki odamlarga haqiqiy zo'r muzikani ko'rsatish. Va bu narsada menga sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi, обязательно поддержка bilan. Tayyor qo'shig'imga hozirda klip olinyapti va kuchli tvorческий подход qilinyapti. Mana shu krem для глаз meni eng sevimli kremim. Aksessuardan. Ko'zimga tegadigan mimический marshinkaligi va sinchokligiga zo'r yordam beradi. Har doim ishlataman. Yillar mobaynida. Kremning uchida Cool Touch applikator bor. Bu qanaqadir приятный холодинка beradi ko'zning tagiga. Обязательно sinab ko'ringlar, rahmat deysizlar. Yana bir eng zo'r yangiliklardan biri meni hayotga bo'lgan qiziqishim kundan kunga oshib boryapti va o'sha sizlar biladigan quvnoq shahlo qaytyapti. Oxirgi paytlar ozgina depressiyaga berilib ketgandim. Hozir esa уже самочувствием ancha yaxshi. Menimcha o'zim sevadigan ish bilan shug'ullanayotganim va yangi tanishuvlar bo'lgani hayotimda. Ko'p yana zo'r situatsiyalar bo'lyapti hayotimda va menga bu narsa juda ham katta kuch va energiya beryapti. Va albatta sizlardan kelayotgan podдержканы ko'rib, agar yanada kuchliroq bo'lmasam, menimcha uyat bo'ladi-yu. Shu sababdan shahlo endi yangi o'ringa chiqadi va sizlar buni guvohi bo'lasizlar, xudo xolasa. Так что Prime Era and New Shahlo is coming. Xullas, shu meni o'quvdi va rutinam va hayotimdagi oxirgi yangiliklar. Yuzimni yaltirashini qaranglar, aksessuar tema.